taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim 10 qo'shilgan 1 taqsim 50 qo'shilgan 1 taqsim 250 va hokazo hokazo ishda nuqta qo'yinglar. Yig'inini topinglar tez. Ramzini bosib yoz ko'rinmayapti. Sevinch Mo'minova tezlasin siz zamonang. Qolib ketyapsiz. Asila yaxshi ketyapti. Malades shogirdim. Asila 1. Javob necha Asila? Yaxshi. O'tiring Asila. Shakl chizib bo'ldiga. Kvadratning tomoni 6 ga teng bo'lsa, bo'yalgan sohaning yuzini topinglar. Tez. Yuzi bilan perimetrni topinglar. Asila shogirdim yaxshi ketyapti. Tezroq ishlaymiz. Tez. Ikkalasini qo'shamiz endi Asila. Ramzning shogirdim 1 ketyapti. Eng oldinda Ramzdan. Bo'ldi, qo'shilmaydi. Bo'ldi, o'sha holatda tur Asila. Endi nimaga o'tamiz? Perimetrga. Alisher uxlab qolding. Asila, bizlar nima? Uzunligida r kvadrat bo'lmaydi-ku Asila. R kvadrat bo'lmaydi-ku, 2 bo'ladi uzunligi. Malades, hozir shoshmanglar. Ramzdan o'tirganlardan bir doskadan o'tirganlardan Dilshod bo'ldi.